Bo'lib turgan sevgi, bo'lib turgan e'tibor, bo'lib turgan mana bu, mehr-oqibat birdaniga yo'q bo'lib ketishi bu, bilasizmi, bu mo'jizaviy narsa emasda. Bu aniq va cho'tko, ясно, konkretno, boya aytib o'tganimdek, o'sha insondan sehr, amali qilingani chiqyapti. Bu inson o'zidan o'zi unaqa situatsiyaga, unaqa pozitsiyaga tushib qolganiyam yo'q va o'zidan o'zi 3-chi shaxs ham kirib kelgani yo'q. Endi nima qilsamikin, nima bo'larkin va hokazo. Shunga o'xshash savollaringiz kelishi mumkin, lekin u личный раскладda bo'ladi. Hozir общий расклад bo'lgani uchun men, judayam chuqur berilib hech narsa aytmayapman, ko'rmayapman. Lekin bitta narsani aytishim mumkin, ketadimi? Ketadi. Shunaqa chiqyapti. Lekin bilasizmi, ham yaxshi ko'radi ham chiqyapti-da. Baribir, sehr qilingan inson ming qalbiga, bo'ysundirolmaydi-da. Tushuntira oldimmi? Shunaqa narsa bo'lyapti. Lekin taqdiringiz birmi, bu inson bilan bir. Lekin o'rtada shu narsa bo'lgani uchun ayriliq bo'ladi va yaqin o'rtada. Uzoq emas, yaqin o'rtada. Shunaqa narsa bo'ladi. Keyinchalik, oradan ancha vaqtlar o'tgandan so'ng siz, lekin bu yerda bilasizmi, shu chiqyapti ancha vaqt degani judayam, balki bir necha yillarmi so'ng, siz o'shandagina o'zingizni baxtingizni topishingiz mumkin yoki yana oila qurishingiz mumkin deyapti. Lekin данное время emas. Данное время emas. Agar u insonni, yo'qotsangiz, u inson bilan hamma narsa tugasa, u inson hayotingizdan chiqib ketsa, sizda birinchi bo'lib, moddiy, ya'ni, finans tomondan qiynalish, finans tomondan tupikka kirib ketishlar, finans tomondan ancha, nima desam ekan, o'zingizga bo'lgan, o'rningiz tushib ketadi. Ya'ni qisqa qilib aytganda, finans tomondan ko'p qiyinchiliklar birinchi o'rinda kelib chiqadi sizda deyapti. Dugonalaringiz, atrofingizda judayam ko'p kerak-kerakmas dugonalaringiz ko'p. Hattoki hammasi ham, iloji boricha hammasini yo'q qilib yuboring. Bu inson bilan ajrashishingizga, o'rtaga mana bu sehr, 3-chi shaxslar qo'shilishiga ham hattoki dugonalaringiz ham sababchi deyapti. Agarda kim esida bo'lsa, o'tgan safar men, tasvirlab aytib bergandim, qaysi qarindoshingizdanligini. Endi bu safar dugonangiz chiqyapti. Dugonalaringiz deb aytay, bitta emas, ko'p dugonlar chiqyapti. Kerak emas, iloji boricha yig'ishtiringlar tak o'rtoqlar. Bu safargi, bu qadar. Личный расклад WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi.